Xullas do'stlar, bizni Qo'qon qo'yib yubormayapti, yo'da Andijon bizani Andijon qilyapti. Haqiqat ketasizlar. Mana shu oxirgisi. Amma menga qarang. Mana shu yerda hozir oxirgisini hal qilamiz, Andijonga ketasizlar. Bo'ldi, mana Andijonliklar biz hozir soat Xudo xolasa 18:00 da ko'rishamiz. Nimaga almashyapmiz? Texnositidan tilloki ham hozir Redmi A5laringni Xudo xolasa zo'r telefonga almashtirib beradilar, keyin ketasizlar. Bo'ptimi? Gap yo'q. Men sizga Assalomu alaykum. mana akam o'zlari ham keldilar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Ismingiz nima? Ismim Tilloxon. Nima ish qilasiz aka? Shu telefon Technosity magazinida asoschisiman. Nasiya savdo bilan, naqd savdo bilan shug'ullanamiz. Telefon sohasida. Aka, qarang, mana shular noumid bo'lib ketmasin. Redmi A5 berishdi. Siz bundan da yuqorisini bering. Jahongir, Redmi 5 ham yaxshi telefon. Undan ham yaxshi Redmi Note 14 ga alishtirib beraman. Gap yo'q mana. Bizga gog'ortimiz Redmi 14 bo'ldi. Aka, bu taxminan narxi qancha? Taxminan $200 atrofida. $200 atrofida ekan. 200 so'mlik o'rt $200 ga chiqdi mana. Davom etamiz. O'yin qolish kerak, bor-ku. Tan berdim lekin qo'qonliklar gap bo'lishi mumkin emas. Amma siz Andijonga ketishingiz kerak edi. Ha, ketishimiz kerak. 18:00 da Andijonda bo'lamiz. Aka, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Bu telefonimizni nima qilamiz dedingiz? Bu Jahongir bilan maslahat qilib, obunachilarimizni sovg'a qilamiz. Tak что kuzatib boringlar. Redmi mana A5 o'ynaladi, Xudo xolasa. Xudo xohlasa.